Amerikada juda ham mashhur bo'lgan bir basketbol yulduzi bor, Kobe Bryant. Shu odamning oldiga bir jurnalist kelib, "Muvaffaqiyatlaringiz siri nimada?" deb so'raydi. Shunda Kobe Bryant savolga savol bilan javob beradi. Ertalabki soat 4:30 da Los Angeles qanday ko'rinishda bo'ladi? Jurnalist ham hayron bo'lib, "Bilmadim" desa, Kobe Bryant qarab turib, "Ertalab yulduzlar to'la bo'ladi, qorong'u bo'ladi va odamlar umuman bo'lmaydi. Shunday bo'lishiga qaramasdan men mehnat qilayotgan bo'laman." Dunyoning eng nufuzli oliygohi Garvardda ham 4:30 dan keyin talabalar uxlashmas ekan. Shu sababdan Garvard uxlamaydigan shahar nomi bilan tanilgan ekan. Eng qizig'i u yoqda 49 taga yaqin kutubxona faoliyat yuritar ekan. Ertalabda turib ular kitob o'qishar ekan do'stlar. Ba'zi bir joylarda fundamental ko'zga ko'rinmas xatolar qilyapmiz. Misol, 4:30 dan keyin uxlashmas ekan. Bu formuladan tarixda biz otalarimiz foydalangan. Qarang. Lekin hozir kelib ular foydalanyapti. Ana shuning uchun do'stlar, Garvard metodi kitobini o'zbekchaga tarjima qildik. Yuksalishimiz uchun. Kitob zarur bo'ladigan bo'lsa, Caliber Booksga murojaat qiling. Yaqinda Farg'onaga boramiz va kitob taqdimoti bo'ladi. O'zimning tajribalarim bilan bo'lishaman. Cambridge o'quv markazida manzilni pastga qoldirdik. Keyin Toshkentda bo'ladi. Andijonda shu kabi taqdimotlarni o'tkazamiz. Agar kitobni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, taqdimotda xatolarimizni muhokama qilamiz do'stlar.